Mana bugun ishimizni tugatdik yana. Ponni kusuklarni ham qo'yib oldik. Nima deyapti bu kusuklar? Mana bu yerda 5 ta hindistonliklar nima qilishini bilmay sarsonlar. Yetmay qoldi o'sha tayyor qo'yilganlarni boshidan boshlab buzib bu boshiga qo'ydik. Ishni qarang. Endi yana olib kelsa bu boshiga qaytarib qo'yib qo'yamiz. Fuga ham boshlandi mana. Fugaga mana shunaqangi mayda toshlar bor ekan. Shuni tashlab chiqilyapti. Üstüne vibrator yurib chiqyapti. Cho'tka bo'lib qolgan bitta shipirsa. Hali shipirilgan yo'q. Почти 95% bitdi bey. 4-5 kunda bey ponni bitirib şeydan bir 500 metr naryoqda ish bor. Shu yerda boshlaymiz. Mashinani olib kelish uchun yo'l oldik. Mashina qarang kichkinaligini. Yo'l kafe. Bozorlar ochildi mana, yangi bozor. Qayiqlar sig'may ketdi. To'lib ketdi o'zim qayiq. Nima deyapti bu mashina? Shu cho'tki. Mashinamiz mana shu yerdan ketadi, bir 100 metr nariroq qo'yganmiz. Taksi xizmati. Mana shunaqa katta mashina ham bitta yo ikkita odam bilan yuradi. To'lsin. Yana yuqoraylik deyish yo'q ularda. Ashalik katta kemani, yadro liniya kemasini bileti sotiladigan joy mana shu. Şeydan olinadi bilet. Seninkilarda ham yomonlardan bor ekan o'zi ham. Onanga o'xshagan. Mana shu yerlar to'lib kema. Mana shu yerlar ponni to'lyapti. Bir 7 qator 8 qator mana shular. Şey to'lib turib, buni g'azi yo'lgacha chiqib ketyapti. U darshi 1 kilometrga cho'zilib ketyapti. Mana shu parkovka. Parkovkaga dokument qilinadi degan. Shunday kelib qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerga kelib to'laysiz. Agar ko'p mashina har kuni bu yerga qo'yadigan bo'lsangiz, dokument qilib qo'yasiz, shu bir oyligini to'lab qo'yiladi. Biz Arlandoga dokument qilib qo'ygan. Birinchi kelib qo'yganimizda 1-2 kun turgandan keyin 10 yevro ishtirab solgan. Undan keyin xo'jaylar dokument qilib qo'ydi. Asta endi kelib sheyga qo'yamiz. Ishtirab qilmaydi. Shunday burilib dengizga xabar olib qo'ygan. Ikkinchi kunga. Ponni cho'milish uchun mana qangi ko'rinib turgan bo'lsa. Katta baliqlar kirmasligi uchun shunaqa zashtinlar qo'yib chiqdi. Suv tinchligini qarang. Cho'milishlar ham boshlandi.
yoqqa o't qo'yamiz, qochamiz. Bismillah. Pizza degan magazin bor. Shu magazinga kiramiz. Sim kartani olamiz. Sim kartaning ikki xili bor deydi. Telefon qilish uchun, faqat internet uchun. Biz oladiganlar faqat internet uchun. Keyin muddati bor. 1 oy. Bu yerga turistlar ko'p keladi, shuning uchun ular uchun отдельный sim karta qo'yib qo'ygan. Biz ham shunday ishlatyapmiz. 6,5 euro. Cheksiz internet. Chiqish qo'ng'iroqlar, kirish qo'ng'iroqlar yo'q. Faqat WhatsApp bilan ishlatiladi qo'ng'iroqlar. Har oyda almashtiramiz. Egamizga 4 oy bo'lgan bo'lsa, 4-chi sim karta olamiz endi. Bugun rosa 4 oy bo'lib kelganimizga. Mana shu pizza magazin. Faqat mana shu magazinlarda bo'ladi, boshqa do'konlarda bo'lmaydi. Pizza. Bu biz ishlatib turgan joyda ham bor, shu yerdan olamiz biz. Qochinglar, bolalar. Volkswagen kelyapti. Mana biz sheriklar, aytsak, yopib qo'yib. Shu yerda olamiz ekan hozir. Qanchaga ishga tushganimizga qancha bo'ldi ekan? 50 kun bo'ldi shekilli. 2 oy bo'lmadi, 50 kun bo'lib qoldi. 50 kun deganda bitta mana shu. Mana shu yerda toshni terdik. Uni qirollarga katta-katta tosh qo'yib chiqamiz. Mana shu binoning orqasida bor, ega terganmiz. Endi mana bu taraflar bo'ldi. Qancha ish bo'ldi? Yevropada ishlasangiz, işte abitda ish to'xtatasiz ekan, qo'yishadi. Ancha